Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Guliston mahallasida joylashgan. Yo'l yuzi birinchi liniya 6,5-7 sotixlik hovlimiz sotiga chiqdi. Fasad qismimiz 17 metrga, ichkarisiga qarab 40 metr. To'rt xonali uy bilan birinchi liniya. Bir tarafi dala, uy narigi beti dala. Egalari mana shu uydan yarmini bo'lib yarmini sotyapti. Mana kirish qismi mana shu garajdan yo'l ochiladi. Kelib turib, yashab turib, biznes sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Juda ham serqatnov joy. Yangi Toshkent hududiga o'tgan. Bu yerda garadskoy avtobus ham yuradi. Ichlarini ko'ramiz. Mana shu hovlimiz. Yashashga 4 xonali uy bor. Naves. Hamma kommunal xizmatlari o'tgan, uzluksiz ishlaydi. Suvdan muammo yo'q, bog'lari bilan. Keng molxonasi. Orqa tarafi dala. Chorvachilik qilishga ham sharoit zo'r bu yerda. Odam mana shu orqa tarafdan yo'l ochiladi. Mana shu uzunasiga molxona qurib qo'ygan. Kelib turib chorvachilik, dehqonchilik qilishga ham sharoit zo'r bu yerda. Ko'chaning yuzi biznes sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqlar keng dala. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. To'g'ridan-to'g'ri egalarining nomeri ham qo'yiladi. Egalar bu joyimizga $80,000 so'rashayotgan ekan. Yana kelib turib, barakallashtirish bo'ladi. O'tadigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, podpisatsiya bo'lishi esdan chiqmasin, yana bundan-da ko'p, bundan-da zo'r uy-joylarni qo'yib boramiz. To'rt xonali uyi. Hozircha kelib turib yashashga sharoit bor. Teglar pol, hamma yog'i. Obunachilar kimga qiziq bo'lsa, egalarining nomeri qo'yiladi, bemalol narx-navoni kelishsanglar bo'ladi.